Qani bismillahirrohmanirrohim 20 30 35. Ha qo'l haqqi 35 ming hisob qo'ysam yetar. Ha bo'ladi. Hay, o'zimni toy balamni cho'mbiriga do'plarni yopib qo'yaman. Ha endi urib odatda. Hay kelin. Labi oyijon. Bolangizni kiyintirib olib chiqing. Ketdi. Qatga? Cho'mbirini kestirib kelamiz. Voy. Hali endigina 7 oylik kichkina chaqaloq-ku oyijon. Nima qilibdi kichkina chaqaloq bo'lsa? Hozirdan kestirib yuborsa, tez bitib ketadi, tez esdan chiqib ketadi. Mana qarang, bidi-bidi qilmay boring bolani olib chiqing. Xo'p. Hoshimjon aka? Ha? Ani oyingizga bir nima deng. O'g'limizni borib kestirib kelmoqchi. Nima qilibdi? Nima qilibdi? Bolangizga joningiz achimaydimi Hoshimjon aka? O'zi mashinchagina joni bo'lsa, o'riyapti, achyapti deyish ham bilmaydi bechora bolam. Bu tushunchami, o'g'limi? Bo'lmasa chiqib gapiring onangizga. Men ruxsat bermayman. Ona sifatida. Oyi, ha? Yana nimani boshlayapsiz? Nimani boshlayman? Ha, bolangni borib xatna qildirib kelmoqchiman. Sen chumon nimani razbor qilyapsan? O'riyapti, achyapti deyish bilmaydi, hali kichkina-ku oyi. 3-4 yosh bo'lsin, keyin kestirib kelaveramiz. Mana qara, u Sotmamat. Seni tug'ilganingni ingrisiga borib kestirganman. Hech kelmay qolgan-yu. Mana xotiningni hozir qizg'anib o'tiribdi. Paqillatib o'g'illarni tug'dirib qo'yibsan. Oy, siz o'zbekcha gap tushunasizmi? Hatto 3-4 yosh bo'lsin, keyin birga borib kestirib kelamiz. Yo'q-mayo. Sen yosh kattalagan hop deyishni billaring-a? Hamma narsani o'zlaring hal qilavermasdan, mana qarilardan so'ralaring, jo bo'lmasa mana internetdan so'ra, mana odamlardan so'ragin. Hozirdan xatna qilib olsa, tez esdan chiqib ketadi. 3, 4, 5, 6 yoshda xatna qilsa bolani esida qolib ketadi, jon bolam. Hop degin menga, hop degin. Yo'q, men yo'q deyman, oyi. Много не говори. Bolani olib chiq. Yo'q, olib chiqmayman. Aniqmi? Aniq. Tiniq-a? Tiniq. Yo'q, gapimga hop deb bolangni olib chiqasan. O, xotin qulli. Yo'q bo'lmasa, seni borib kestirib kelaman. Hay, Mabtuna. Eringdan jaliba. Abedgacha sasib uxlaydi bu qizinglar deydi. Ayol kishi ham abedgacha sasib uxlaydimi bolam? Ha, erta tursang, baraka bo'ladi. Aman sahar ertalab 6 da turadi Mabtuna deb o'tkazganman eringga, hammi? Tag'in bizaga vaqt ajratmaysiz, meni toqqa olib bormaysiz deb nolirmishsan eringga. To'da tashishma qilmoqmi? O'tir uyda. Bola chaqangga qarab, ering ishdan kelishiga shirmoqat qilib, ering aytdi. Jiyaningizni vazvirat dedi. Negaginman? Yo'q, bizada etkitkasi buzilgan, tovar qaytib olinmaydi dedim. Poplanmanmi? Endi menga qara. U bu degan bilan ering baribir seni boshqacha yaxshi ko'rar ekan, sevar ekan. Qara, seni shunday erkaliklaringni ko'tarib yashayapti. Kuyovim malades, meni kuyovimni xafa qilmagin Mabtuna. Yashashingni qara, ko'ylingga qarasa, nima desang olib bersa, xotinim deb erkalatsa, suysa, yedirsa, ichirsa, kiydirsa, xullas gap qisqasi, eringni hurmat qilib, aytganini qilib, qisib yasha. Meni kuyovim malades. Senga chidab yashayotgan shu kuyovim malades. Voy, Mabtunalarga yuborib qo'yarsizlar.